Assalomu alaykum akalar, mana ish planeta 5 motosikl, 4-chi mototsiklimiz aka. Mana 4-chi qilib videoga olyapmiz. Bu o'zimni qishlog'imdan olingan motosikl aka. O'zimni ko'zim oldida haydab yurgan motosikl. Ishonchli aka, motori o'ta kuchli bu mototsiklda. Nihoyatda tezob motosikl. Mana Planeta 5 motosikl, 4-chisi mana xudo xolasa bu ham akkumulyatorlik aka. Mana amortizatorlari, nimalari yaxshi. Mana balonlar aka, yangi baloni, ko'rjiqlar butun aka, amortizatorlar butun aka. Glushitr ham endi jicha kuyganroq ekan, lekin yaxshi aka. Ovozini shuna chiroyli aka. Endi chiroyli glushitr bo'lgandan keyin men ovozi qanday olib tashlayman aka? Mana qarang, balonlari yangi aka. Mana sidinalari, pavorotlari hamma yo'g'i joyida aka. Motoriga bu mototsiklimizni ham 100% javob beramiz aka. Nimaga? Bu o'zimni ko'zimni oldimda haydab yurgan mototsiklda aka. Egasi nihoyatda shitob haydaydi aka. Shaharga borib kelib yuradi bu mototsiklda aka. Men o'zimcha qishloqroq joyda o'tiraman. Shaharga borib keladi bu mototsikl bilan aka. Mana oldi baloni aka. Oldi baloni ham 1-2 yil yuraveradi aka. Orqasi yangi. Mana hamma yo'g'i joyida, oldi vilkalar, xudo xolasa. Mana elektrooborotlar joyida aka. Mana tablolari. Mana gulchatillar mana ishlaydi aka. Bu akkumulyatoriga cho'r bor aka. Mana karburatorini yangi qo'yib qo'ygan egasi. Mana hozir yurg'izaman aka. Bu mototsikllarimiz 2 oydan shay chang bosib yotuvdi aka. Bitta chiroyli qilib artib qo'ydim. Benzin solib yurg'izib qo'ydim aka. Mana hozir ham bir tepsam yuryapti aka. Hijolat qilmaydi. Nimaga? U yurib turgan mototsiklda aka. Motorini qarang ishlashini. Hozir gaz berib ko'raman aka. Sovuq motor aka. Motor nihoyatda sovuq. Mana hozir oldingizda yurgizdim aka mototsikl. Mana ishlashlari aka, xudo xolasa sohot aka. Mototsikl hijolat qilmaydi aka. Javob beraman mototsiklimga. Qanaqa qilib haydasangiz haydab ko'raverasiz aka. Mototsikl yoqmasa sirazi qaytarib yuborsangiz ham aka, men qaytarib olaveraman aka. Issig'ida, lekin u 1 oydan keyin, 1 haftadan keyin u siz avtor qo'shmay haydasangiz aka, motor shop qolsa, men javob bermayman. Nimaga? Bu mototsiklimga 100% javob aka. Svetlari yonadi. Bu o'zimni qishlog'im mototsikl aka bu. LED lampochkalarni qo'yib qo'ygan aka. Hech qanaqa motorda shum-pum yo'q aka. Endi mana bu jicha uyim aka, bunaqa aylanasiga uy aka, jicha eholar bilan chiqyapti ovoz aka. Men hozir bittasini qo'yib eshitib ko'rdim, jicha ovozlar nima chiqyapti aka. Uyda endi video qilyapman aka. Aylanasiga uy, jicha eho beryapti ovoz. Bu mototsiklimiz aka, bo'ladigan narxlari 5 million so'm aka. Mana 5 million bo'lsa sotamiz, xudo xolasa. Mototsiklga javob beramiz. Hech qanaqa rasxod yo'q. Akkumulyatoriga cho'r bor aka. Mototsikl uchadi aka, ishonchli aka. Javob beraman mototsiklimga. Mana 4-chi mototsiklim aka, bo'lishi 5 million so'm aka. Mana hamma yo'g'i yaxshi joyida aka, xudo xolasa. O'sha telefon nomerlari o'sha aka, doimiy nima qilyapman aka. 90lik 776 00 72. İsmim Umidjon aka.
Men Farg'ona viloyati Oltiariq rayonidanman aka. Tirikchilik maqsad aka. Oltiariqdanman aka. Mana dastlabki qilamiz aka. Dastlabki bor xudo xolasa.